Nimaga ko'pinchalik biz именно dam olishni tabiat qo'ynida tasavvur qilamiz. Dam olish deganda qanaqadir tabiat, tog'lar, suvlar, yerda o'tirish, yer bilan ulanish juda ham muhim, chunki bu insonni естествосiga kiradi. Ya'ni insonning sof tabiati u yer bilan bog'liq. O'shaning uchun ham inson zazimlatsiya qilganda, yer bilan ulanganda, tabiat bilan o'zini birligini his qilganda odam hamma ichidagi naprejeniyasi chiqib ketadi, ichidagi bosim chiqib ketadi. O'shaning uchun ham foydali, ya'ni shahar matritsasidan, shahar egregoridan uzoqroq joyga, sal tashqariga insonlar intilaveradi. O'shaning uchun ham, chunki shahar ichida juda ham kuchli egregor, bosim kuchli. O'shaning uchun ham tashqariga chiqib, tabiat bilan ulanib, masalan, yerda o'tirib, ovqat pishirib, tabiat havosidan nafas olib, hayvonlarga, qushlarga qarab, suvga qarab o'tirgan odam qancha naprejeniyasini tashlab keladi o'sha yerga. Chunki undan oladi shu narsani. Tabiat undan shu naprejeniyani, shu bosimni, ichki bosimni so'rib oladi. Shuning uchun ham odam sal tetiklashib qaytib keladi dam olgandan keyin. Lekin bo'ladi shunaqa, siz shu shahardagi, uyingizdagi problemalar bilan tabiat qo'yniga borasiz, lekin o'tda ham to'xtatmaysiz. O'sha ichki kurashni yoki o'sha konflikt chiqarayotgan insonlar bilan birga borasiz dam olishga. O'tdan battar og'irlashib kelasiz. O'zingizni og'irlashtirib qaytib kelasiz. Ya'ni dam olgan degan bo'lmadim deysiz. Chunki siz o'sha naprejeniyani birga o'zingiz bilan olib bordingiz, o'zingiz bilan olib keldingiz. Uni qo'yib yuborishga, tabiat sizni shifolab qo'yishiga ruxsat bermadingiz.